Qandaysiz? Zo'rman. Ko'rinmaysiz? Yuribman, sekin-sekin. Natasha O'zing bilan? qanasan? Sog'lik yaxshimi? To'g'rimi? Kim bilan yuribsiz? Mana o'g'lim bilan. Assalomu alaykum. Yengam chiqarib yubordim orqangizdan. Chiqarib yuborgan ancha bo'ldi. Hammasini aytib beradi uyga bilasiz. Yuraversin, mayli, omadini bersin. Oqargan sochingiz to'kiladi endi aka. Oqarmay ham qorayib turibdi mana. Farina qani, Farina? Mana yuribdi, mana shu bilan yurib sochim oqaryapti. Sochim nima oqaradi? Ko'p o'ylagandan oqaradi. Nimani ko'p o'ylayapsiz? O'ylanish kerak uning uchun. Farinaga. Aka, asabim buzmang. Bundan boshqasi bo'lmaydi. Yo'q, boshqasi yo'q. Hamma shuni kutib turibdi, to'yga boraman deb. Qachon to'y endi? Butun Toshkent kutib turibdi lekin. Endi aka bu. Buni sevgi deydilar xoin. Hech bir kobra bilan yashaganmisiz? O'zimni olib qarasa, ayollarning hammasi kobra hisoblanadi. Peshana ekaning taqdir aka. Ayollarning makri bo'ladi, to'g'rimi? Butun umr bo'ydoq o'tsamchi. Iloji yo'q u narsani. Aka, mana qarang. Umuman iloji. Mana qarang. Tashvishim yo'q. Hop. Pul topganman, o'zimniki topmaganman, o'zimniki. Bitta gap aytaymi? Ha. Farina uylansa, kasb bitta. Pul bitta joyga kiradi. Qayerdan bilaman, balki yaxshi ko'rganim bordir boshqa. Ya, iloji yo'q u narsani. Hamma o'sha bilib olgan Farinani. Birinchi muhabbatingiz sizdami? Birinchi muhabbatimmi? Birinchi muhabbatim olamdan o'tgan. Qayerdan bilasiz? O'zim qo'yganman qabrga. Sizlar nima edi? Zilola. Da. Masalan, nima dedingiz hozir? Bo'lsami, seni sevamandirdim. Otani qadrlashga nima o'zingizdan tushunasiz? Otaga teng keladigani yo'q. Yo'q, bitta. Bitta, yagona. Oxir marta qachon dedingiz, dadam sizni yaxshi ko'raman, quchoqlab qo'ydi. Esimda yo'q. Hozir aytib quchoqlab qo'yasiz. Adam men sizni yaxshi ko'raman. Mana Aka, baxtingizga sog' bo'lsinlar.